inson har qanday qiyin vaziyatda ham yo'l topishi mumkin. Boylik bu juda ham katta kuch. Maslahat bu tekinga beriladigan yagona narsa. Dubayda bitta uyim bo'lsa, bitta Lamborghini bo'lsa, bitta Ferrari bo'lsa, 5000 yil oldin yozilgan, lekin hozirga ham ishlaydi mana shu narsa. Kichkinagina kitobda bo'lmasa shuncha narsa olaman deb to'g'risi o'ylamagandim. Hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar, siz bilan Humoyun aka Ahimirzo. Anchadan beri ko'rinmadim. Ayrim bir sabablarga ko'ra anchaga ham juda ancha bo'lib ketibdi. Oxirgi videomiz chiqqaniga mana buncha bo'libdi. YouTube haqida unutib qo'ydim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra rejalar o'zgardi, hayot tarzi o'zgardi. Shu sababli YouTube'da ozgina pauza ushladik. Va bugungi videomiz sarlavhadan ko'rganingizdek, bu kitobning obzori, ya'ni mana bu kitob Vavilonlik eng boy odam. Bu kitobni hozirgina o'qib tugatdim va aynan hozir qizigan payti bu kitob haqida o'z fikrimni bildirmoqchiman. Qulayroq o'ynashib oling, biz bo'lsa boshladik. Kitob haqida qisqacha aytib o'taman. Kitob George Samuel Clayton tomonidan yozilgan. Ya'ni bu kitobda boyib ketish sirlari aytib o'tilgan. Bu boyib ketish sirlari hozirgi odamlar tomonidan yozilmagan, ya'ni 5000 yil oldingi Vavilon, ya'ni Bobil qadimda bilsanglar boy davlat bo'lgan, juda ham savdo sotiqqa ochiq va u yerdan ko'plab savdo sotiq yo'llari o'tgan, lekin aslida Bobil juda ham qashshoq davlat bo'lgan ekan. Lekin odamlarning tirishqoqligi va aql idroki sababli bu davlat keyinchalik juda ham boy davlatga aylangan. Va aynan mana shu kitobda juda ham ko'p tavsiyalar keltirib o'tilgan. Va keling mana shu qimmatli bilimlar haqida men sizga qisqacha aytib beraman. Va bu qanday bo'ladi? Men kitobdan notes qilib belgilab olganman va aynan ana shu joylarni sizga o'qib beraman va bu haqida o'z fikrlarimni keltirib o'taman. Keling birinchi bo'lib iqtiboslardan boshlaymiz. Hech narsaga osonlik bilan erishib bo'lmaydi. Mehnatni eng yaqin do'st deb biling. Bu kitobda keltirilgan ayrim bir hikoyalarga qaraydigan bo'lsak, inson har qanday qiyin vaziyatda ham yo'l topishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, har qanday muvaffaqiyatga qiyinchiliksiz erishib bo'lmaydi. Hatto otangiz yoki biron bir qarindoshingiz boy, badavlat bo'lsa ham, oilangiz boy bo'lsa ham, siz ana shu boylikdan birdaniga quruq qolishingiz mumkin. Lekin aksincha siz qiyin vaziyatga tushib qolgan taqdiringizda ham harakat qilib, har qanday imkoniyatdan unumli foydalanib, o'z ustingizda ishlab, mehnat qiladigan bo'lsangiz, siz albatta muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Topgan boyligingiz vaqtinchalik, lekin uni ushlab qolish mahorat va sabr. Va hozir aytib o'tganimdek, siz boy bo'lib tug'ilishingiz mumkin, boy badavlat oilada tug'ilishingiz mumkin, lekin o'sha boylikni ushlab qolish bu mahorat. Chunki bu boylik hammaga ham berilavermaydi. Ba'zilar bu boylikdan unumli foydalanmaydi. Kayfu safoga berilib ketadi, klublarga boradi, har xil bema'ni narsalarga bu boylikni ishlatib yuboradi va natijada yillar o'tadi. Bu boylikdan qurib qolganda esa bu inson hech narsa qila olmaydi. Qiynaladi. Masalan, hayotda o'zini o'rnini topish uchun hech qanday fikri ham, hech qanday rejasi ham yo'q. Aksincha, agar bu boylikdan unumli foydalanib, uni o'zining kelajagi uchun meva qilib ishlatadigan bo'lsa, albatta kelajakda ana shu mevalari o'ziga ishlashi mumkin. Taqdir o'yinlariga tayyor turing, harakatdan to'xtamang. Hattoki eng qiyin va kichik narsadan ham imkon izlang va ana shu imkoniyatdan unumli foydalaning. Hech kim kafolat bermaydi. Bizni taqdirimiz biz bilan xohlagancha o'ynashadi. Va shu tariqa shundan kelib chiqadiki, biz ana shu taqdir o'yinlariga tayyor turishimiz kerak. U taqdir o'yinlaridan biz bunaqa bo'lyapti, unaqa bo'lyapti deb qiynalib yurganimizdan foyda yo'q. Aksincha, ana shu taqdir o'yini biz uchun imkoniyat ekanligini anglab yetishimiz kerak. Har qanday qiyinchilik bu biz uchun imkoniyat, kelajagimiz uchun harakat qilishimiz kerak. Hattoki eng qiyin vaziyatda ham biz kichkina imkoniyatni izlashimiz kerak va aynan o'sha imkoniyat sizni kelajakda badavlat va baxtli inson qilishi mumkin. Boylik bu kuch. Boylik yordamida ko'p narsaga erishish mumkin. Uyingni hashamatli qilib jihozlash, uzoq dengizlar, chet ellarga sayohat qilish, hatto masjidga ehson qilishing mumkin. Albatta, boylik bu juda ham katta kuch. Xohlagan narsangizni sotib olasiz. Dunyo bo'ylab sayohat qilishingiz mumkin. Baxtli hayot kechirasiz. Hamma narsa olishga qurbingiz yetadi. Bu albatta juda ham katta kuch. Lekin u kuchdan unumli foydalanish kerak. Noto'g'ri yo'llarda foydalanmaslik kerak. To'g'ri yo'ldan foydalanish orqali va kelajagingiz uchun sarmoya kiritish orqali siz
kelajak avloddagi farzandlaringiz, avlodlaringizga ham ana shu boylikni yetkazishingiz mumkin. Bu kitobdan eng katta olgan insightim va eng katta olgan narsam bu tekinga berilgan maslahatlar. Ya'ni 5000 yil oldin yozilgan bilimlar bo'lsa ham, bu narsa hozirga ham to'g'ri keladi va aynan o'sha 5 ta qoida haqida men sizlarga aytib beraman. Ishlab topgan boyligingning 10dan 1 qismini o'zing va oilangning kelajagi uchun qayg'urib bir chetga olib qo'yishni odat qil. Ya'ni bu yerdan kelib chiqadi. Masalan, siz oylikka ishlaysiz, daromadingizning 10dan 1 qismini bir chetga olib qo'yishni odat qilishingiz kerak. Bu sizga qanaqa pul beradi? Bir chetga olib qo'yilgan pul sizning keyingi kelajagingiz uchun, keyingi kelajak deganda kelajakda masalan biron bir narsaga sarmoya qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha puldan bemalol ishlatishingiz mumkin. Va yana bitta plyusi, ana shu bir qism siz yashay olishni o'rganasiz. Sabr qilishni, sabr toqat qilib, ana shu bor pulingiz, bor budingiz bilan harakat qilishni ham o'rganasiz. Pul oqilona rejalarga dastmoya qilgan aqlli kishilarga naf keltiradi. Ya'ni bu yerda dastmoya degan so'z sarmoya bilan sinonim bo'lib kelyapti. Masalan, aytaylik, hozirgi birinchi qoidamizdagi sarmoya qilib bir chetga olib qo'ygan pullarimiz bo'lsa, ana shu pullarni oqilona sarmoya qilishimiz kerak. Masalan, foydali bizneslarga, ya'ni kelajagi bor bizneslarga biz o'sha pullarimizni investitsiya qilib qo'yadigan bo'lsak, ana shu pullar o'zidan o'zi ko'payib, biz uchun katta foyda bo'lib qaytishi mumkin. 3-qoidamiz pul himoyaga muhtoj. Shu bois ehtiyotkorlikni va tajribali tadbirkorlarning maslahatini ma'qul ko'radi. Pulni sarmoya qilishdan oldin biz avvalo maslahat olishimiz kerak, avvalo ota-onadan, keyin esa sarmoya qilmoqchi bo'lgan biznesingizda ishlaydigan tadbirkorlardan, tanishlaringizdan maslahat olishingiz kerak. Chunki maslahatsiz sarmoya qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan pulingiz kuyib ketishi mumkin. Va muhim narsa, maslahat bu tekinga beriladigan yagona narsa. Va ana shu maslahatdan siz boyib ketishingiz mumkin. Shuning uchun hech qachon maslahat so'rashdan qo'rqmang. Muvaffaqiyatli insonlarning maslahati kelajagingiz uchun katta sarmoya bo'lishi mumkin. Ishbilarmon, ammo o'zi tushunmaydigan sohalarda ishlashga majburlashni pul yoqtirmaydi. Ya'ni o'zingiz tushunmagan, o'zingiz bilmagan sohaga pul ishlatadigan bo'lsangiz, pul u narsani yoqtirmaydi va pul sizdan qochishni boshlaydi. Aksincha, siz o'zingiz yaxshi tushunadigan, masalan, biron bir biznes yo'nalishida tanishlaringiz bo'lsa, o'zingiz yaxshi tushunadigan, siz bilan bir xil fikrlaydigan insonlardan maslahat olib, agar o'sha pulingizni investitsiya qiladigan bo'lsangiz, shu ma'qulroq. Pul sizga o'zi kelishni boshlaydi. Bu narsani hali men real hayotda qo'llab ko'rmadim. Kitobni yaqinda tugatdim, lekin albatta bu narsalarni mustahkamlab kelajakda qo'llamoqchiman. Shuning uchun gazni bosish kerak. Oson boyishdek xom xayol rejalar u yetib bo'lmas havaslarga boyligini sarflagan kishidan pul qochadi. Ya'ni ba'zi insonlar boyib ketishi oson deb o'ylaydi. O'ylashadiki, Dubayda bitta uyim bo'lsa, bitta Lamborghini bo'lsa, bitta Ferrari bo'lsa, yaxtalarda dam olib yursam, u shunchaki xom xayol. Tushunyapsizmi? Yaxshi niyat bilan, yaxshi harakat bilan, to'g'ri maqsad, to'g'ri orzularni qo'yish orqali inson xohlagan narsasiga erishishi mumkin. Lekin unaqa xom xayollar bo'ladigan bo'lsa, u odam uzoqqa bormaydi. Ba'zilar hozirgi vaqtda trading bilan shug'ullanishni orzu qilishadi, chunki ular Instagramda ko'rishadi, traderlar zo'r hayotda, premium hayotda yashab yurishibdi, hamma narsasi bor, mashina, bola, vattar. Lekin ularning o'tgan qiyinchiligini o'ylashmaydi. Shunchaki oson deb o'ylashadi va ko'pchilik qiladigan xatosi katta miqdorda pul tikishadi va o'sha pulni yutqazishadi. Va o'sha o'ylagan orzulari, Lamborghinilari shunchaki tushligicha qolib ketadi. Yuqorida maslahat tekinga beriladigan yagona narsa deb aytib o'tdim. Bu masalani yana chuqurroq tushuntirib o'tishga majburman. Biz har doim maslahat so'rashda avvalo ota-onamizdan maslahat so'rashimiz kerak va keyin soha mutaxassislaridan va sohadan yuqori muvaffaqiyatga erishgan insonlardan maslahat so'rashimiz kerak. Hech kim sizga maslahat so'rab borganingizda qizg'onmaydi. Maslahat tekin narsa. So'rab o'rganish kerak. Va ko'pincha kattalardan, yosh kattalardan maslahat so'rab borganingizda ularning donoliklari bor, biz vaqtda bunaqa. Lekin aslida ba'zilar o'ylashadi, u eskicha davr, hozir bizning davrda boshqacha. Men ham to'g'risi o'shanaqa deb o'ylardim, lekin aslida unaqa emas ekan. Chunki ota-onamiz vaqtida porlab turgan quyosh bizning davrimizda ham porlayapti. Keyingi avlodlarda davrida ham porlaydi.
100 ming yil, necha ming yil bilmaymiz, lekin u quyosh hammamiz uchun bir xil porlayapti. Shuning uchun hech qachon kattalar sizga maslahat bergan payti sizlar vaqtinglarda bunaqa bo'lgan, hozir bizda bunaqa emas, zamon o'zgargan, bu kabi gaplar kerak emas. Bu narsa har doim ishlaydi. Chunki ko'ryapmiz, mana bu kitobdagi narsa 5000 yil oldin yozilgan, lekin hozir ham ishlaydi mana shu narsa. Shunchaki sinab ko'rish kerak. Bu kitobdan yana bir olgan insightim, ba'zilar boyib ketish bu omad deb o'ylashadi, lekin uning tagida katta qiyinchilik, katta mas'uliyat, katta mashaqqat yotganini bilishmaydi. Lekin ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi. Erkak kishini omad bilan o'ynash bo'lmaydi deyshadi. Shunaqa omad keladiki, inson bittada boyib ketishi mumkin. Bu narsani biz yaqinda bir inson misolida ko'rdik. Ya'ni tirik kitob haqida aytyapman. Bu inson bir video orqali tanilib ketdi. Eng mashhur kitob targ'ibotchisiga aylandi. Bundan kelib chiqadiki, inson harakatdan to'xtamasligi kerak. Qurilish ketyapti. Harakatdan to'xtamaslik kerak va omad kelganda ana shu omadni ushlab qolishni bilish kerak. Chunki omad undan foydalanmaydigan insonlardan qochib ketadi. Vaqtida ushlab qolingan omad sizning kelajagingiz uchun katta qadam bo'lishi mumkin. Lekin ba'zida insonlar qiyinchilikka tushib qolsa, kambag'allikka uchrab qoladigan bo'lsa, qo'l qovushtirib o'tirib qolishadi. Babi kambag'alman-ku, qo'limdan hech narsa kelmaydi-ku. Ozod kishining qalbi har qanday daqiqada ham yangi imkoniyatlarni, yangi harakatni, yangi rejalarni o'ylaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Ozod kishining qalbi, ya'ni bu yerda kuchli insonning, irodali insonning qalbi ana shu vaziyatdan ham chiqib ketishni o'ylaydi, har qanday vaziyat bo'lsa ham. Aksincha, kambag'al insonning qalbi bo'lsa, ana shu kambag'allikka uchragan payti qo'l qovushtirib, nima qilishni bilmay, chorasizlikka chorlaydi. Va shunaqa vaziyatda inson nima qiladi? Kambag'allikka birinchi uchragan payti qarz oladi. Lekin ana shu qarzni nimaga olganini bilmaydi ko'pchilik. Va qarz berayotgan inson ham nimaga berayotganini bilmaydi va bu natijada qarzdor inson qarzga olgan pulini ishlatib yuboradi va qarz bergan inson nimaga qarz berganini bilmaydi va qarzini qaytib ola olmaydi. Aynan shu narsa ham bu kitobda keltirib o'tilgan. Qarz berishdan oldin albatta u odamdan so'raydigan narsangiz bo'lishi kerak. Ya'ni bu narsani, pulni nimaga olyapsan? Nima maqsadda ishlatasan? Menga qancha vaqtda qaytarib berasan deb savol berishingiz kerak. Iloji bo'lsa bu kitobda keltirilgan garovga narsa olib qoling, shu qarz evaziga. Va qarz olayotgan inson ham agar siz qarz oladigan bo'lsangiz, aniq tushuntirib berishingiz kerak. Mana shunaqa vaqtda mana shu rejaga ishlataman va shuncha vaqtda mana shu pulni topaman-da senga qaytarib beraman. Shunda qarzdor ham qochib yurmaydi qarz bergan odamdan, qarz bergan odam ham to'xtamasdan so'ramaydi. Keyin men bu kitobdan oxirgi olgan eng katta foydali, eng katta manfaatli narsa bu inson hozirni o'ylab harakat qilmaslik kerak ekan. Ya'ni keyinni, 10 yil keyinni va 20 yil keyinni o'ylab harakat qilish kerak ekan. Ya'ni biz buni ingliz tilida long term deymiz. Long termni o'ylab harakat qilish kerak ekan, uzoq vaqtni. Ya'ni intizomli, sabrli va shukr qilib yashaydigan inson bo'lib, harakatimizdan to'xtamasak, qat'iyatli bo'lib, ana shu maqsadimiz sari yuradigan bo'lsak, biz albatta ana shu boylikka va ana shu maqsadlarimizga erishamiz. Va birinchi o'rinda agar siz erkak kishi bo'lsangiz va birinchi navbatda agar siz erkak kishi bo'lsangiz, oilangiz kelajakda barcha ehtiyojlarini qondirish uchun harakat qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Oilangiz uchun, oilangiz mazza qilib yashash uchun sharoit qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Va bu gapni menga dadam ham aytib o'tgan. Ya'ni birinchi navbatda oilang kelajakda mazza qilib yashash uchun zo'r sharoit qilib qo'yishing kerak. Keyin uylansang bo'laveradi. Va agar yoningizda ana shu rejalarga birga yurish uchun matonatli, vafodor umr yo'ldosh topadigan bo'lsangiz, o'sha umr yo'ldosh sizni kelajakda o'sha maqsadlaringizga yetishingizga undaydi va siz to'xtamasdan harakat qilishni boshlaysiz. Lekin to'g'risi mana shu kitobdan, kichkinagina kitobda bo'lmasa 130 bet kichkina kitobdan shuncha narsa olaman deb to'g'risi o'ylamagandim. Agar sizga mana shu insightlar, mana shu ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, menga foydali bo'ldi deb. Videoni shu qismigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosishni, obuna bo'lishni va mana shu videoni kerakli insonlarga yuborishni unutmang. Oramizda mana shu videoni ko'rayotgan editorlar bo'lsa,
Instagramga ham joylasangiz bo'ladi. Men bunga ruxsat beraman. Bundan keyin Xudo xohlasa YouTube'ga vaqtimni ko'proq ajrataman va video chiqarishga harakat qilaman. Siz bilan Axi bo'ldi. Mayli, charchamanglar.